Bugun navbatdagi mashinamiz sotuvda Hafe Xitoyda ishlab chiqarilayotgan. Tak, bu haqda men sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'taman va buning narxini aytib o'tamiz. Xo'p, aka, buni yili nechi? 2007 aka. 2007 motor korobka holati qanaqa? Motor bo'lgan, korobka yangi, zadniy moska ovoz yo'q, metan, 4 ta balon yangi. Kraskalari-chi aka, kraskalari? Kraska bo'lgan. Kraska, общий kraska bo'lgan 100%. Ha, 100% kraska bo'lgan bo'lsa, salon holatida ko'rsatib o'raylik. Polni chexol. Tak, polni обшивка bo'lgan, Ahmet qarataverasiz, rullari. Tak, necha ming kilometr yurgan bu? Pashti 3 kuruk. Pashti 3 kuruk yurgan, ha? Tak, gazi qanaqa aka? Metan 65 talik. 65 talik metan. Shu bu endi aka xalqimiz ko'pchilikka yangilik, 65 talik metan bilan necha kilometr yuradi? 130 ta, 140 ta yuradi. 130-140 kilometr yuradi. Xo'p, bu butga furgon, alkafonlik furgon o'rnatilgan. Ahmet qarataverasiz, bu tonirovkalar ham bor ekan, ha? Tonirovka quyosh uchun. Quyosh uchun prosta bozordan kelgan. Qo'yib berasizmi aka? Bo'ldi aka. Mana ichki qismini ham ko'rishingiz mumkin. Tak. Ichi nima bo'lgan aka bu? Bu alkafonmi sanadashmasa? Yo'q, tunuka bu. Bu polni tunuka obshivka bo'lgan, ha? Vetichkalari bor ekan. Xo'p, bu Xitoyda ishlab chiqarilayotgan mashina bo'ladi. Nomi Hafe, tak 65 talik metan gaz. Narxi qanaqa bo'ladi buni? 5400 deyapmiz, kelishtirib beramiz. 5400 eng oxiri bo'lishi qancha aka? 4900 bo'lsa, 4,5 ming bo'lmaydimi? Yo'q, 4800 ga bermadik-da shuni. 4800 ga bermadingiz, ha? Naqdga. Xo'p, naqd kreditga ham chiqarib beraverasizmi? Ha, farqi yo'q. Yo bo'lmasa 1000-2000 puli bo'lsa, bu yoqni kelishib keta olasizmi? Yo'q, faqat naqd. Faqat naqdga yo bo'lmasa kreditga chiqarib berasiz, ha? Pulni naqd bersa bo'ldi. Aha, bitta nomeringizni aytib o'ring. 91 Aha, 700 700 39 45. 91lik 739 45 shu nomerga telefon qilsanglar, mana shu mashinani o'zlari yana tekshirtirib, ko'rib olaverasizlar. Xo'p, sizga rahmat aka. Xudo xolasa. Ha, sotilib ketsa, o'zingiz bitta ko'rsatib qo'ying, o'yalyapti aka. Tak, shu mashina, shu pastda telefon raqamlariga bemalol murojaat qilaverasizlar. Mashina shu Samarqand shaharniki.